Aka kanalimizda yangi 12 million 900 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabki meni bo'ynimda aka hammasi uyingizga tashlab beriladi. 12 million 900 dan. Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland, qadrdon obunachilarimiz. Hamda bizni uzoq yaqindan kuzatib kelayotgan do'stu birodarlar. Akalar, ukalar, bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz. Bu yerda 6 bosh 7 bosh atrofida sotiladigan puli arzon, qulay buzoqlar bor ekan. Xudo xolasa bo'ladigan xunojillar, oyoq qo'li uzun, zo'ridan so'ragan aka-ukalarimizga sirazi podlistlik qilib ko'ramiz. Bu ishda savdogarlikni yangi boshlagan akamiz Razbek akamiz izlanamiz. Alaykum aka, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Like-ni bosib, podlistga bosib turaverasizlar. Gumbilab turamiz akalar. Aka, bu son nechi bosh? Bugungi son aka 6 bosh. 6 bosh. Sonida arzonidan olib kelganmiz. Dehqonniki. Hammasi xunojinmi? Hammasi xunojin aka. O'sha boqib yaxshi nasl olaman deganlarga yaxshisi zo'ridan ketaveradi aka. Mollarni ko'rsating. Qaysilarni chiqaramiz aka? Qaysilardan boshlaymiz? Bizga 3 ta kattasidan boshlaymiz aka. Bo'lmasa birdan boshlagan. Shved boladoqan variantlaridan Bu birinchisi. birinchisiga manasi zoti zo'ridan. Yoshligiga qanaqa to'xtang aka? Yosh oylig'i 8 oylikqa yosh oylig'i beriladi aka. Qo'yganmiz kanalda yangi ish boshlaganlar o'shanga ozroq osilana bir ko'rsatib qo'ysak. To'rt yilin zo'r bo'ladigan, sir qilaman degan aka-ukalarimizga. Sir qilaman degan aka bosilaveradi. Bu birinchisi. Bu birinchisi, mana ular bor. O'sha toza gollandskilardan mana. Edi. Ikkinchisi bu. Anasi bu to'rttasini bir joyga bo'ladimi bo'lmasa ekan? Bir joyga bo'ladigan 13,5 kami bor. Bularda narxni aytdingiz-ku, yosh oyliklar qanaqa ekan? Yosh oyliklar bularga ham 8 oylikdan berilaveradi aka. 8 oylik plus minus to'lgani tepasi bo'lmagansiz-ku. Endi shunaqa. Baribir ostidan obunachilar bir ko'rib qo'yasizlar. Bo'ladigan oyoq qo'li uzun. Qashqasidan boqaman deganlar uchun. Mana shu bu 1 2 3 to'rttasi bo'ldi aka. To'rttasi bo'ldi aka. Necha bilandingiz? 13,5 kami. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul aka. Aka, kanalda yangisiz a? Kanalda yangimiz, birinchi boshlanishi. Ishni yangi boshladingiz. Yana qimmat degan nom kerakmi? Yo'q aka, arzonchi, o'sha arzonchi bo'lib, Saroyga kelishsin, o'zim poddishga qilib, liboy molni arzon qilib sotaman aka sizlarga. Aka 100 mingdan kam qilsakchi? Qo'lni bering. 13 million 400 mingdan qanaqa bo'ladi? 13 million 300 dan olib ketsin aka. Aka, tilga chiqqanga javob qilasizmi? Javob qilamiz. 13 million 300 dan aka bir joyga to'rro'ga ketsin. Telefon qilsan xayri bor. Telefon qilsan, zo'r qilib tushib beraman aka. Bobbar aka. Obunachilar mana to'rttasi bir joyga 13 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Xudo xolasa kamiga xayriga so'rab olaverasizlar. Aka endi asosiy joyni qiziqtiradigan joy dastavkasi-chi? Dastavka aka, o'ylanishmasin. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul aka. Ammo kelishamiz. Bunday bo'lgan shpir bo'lsa bo'ldi aka, yetkazib beramiz. Kelishamiz annaga. Kelishlar aka, undaqa. Voha bo'ylab ham dastavkasi bor. Hammasini bir joyga olishsin. Gap yo'q. Qani keyingilarga? Olib aytibsizlar ekan-a? Keyingisiga ikkita bor mana siz ikkovi. Endi bulardan bir obunachilar ko'rib qo'yasizlar, siz sir qilaman degan aka-ukalarimizga. Bular xudo xolasa 3 oy 4 oy boqimam, xotirjam 3-4 million foyda qilaverasiz akalar. Ostilarni ko'rsatib qo'yaylikmi? Obunachilar. Obunachilar. Yaxshi zo'r variantlardan xudo xolasa. Ikkovi ham xunojin aka. Ikkosi ham xunojin aka. Ko'ti tepa zo'ridan. Ko'ti biz obunachilar mana ko'rasizlar. Bunisi to'qilroq haligi ekan. To'qilroq variantidan. Bulardagi endi bo'ybaslari taxminan necha chiqar ekan? 5 ga olishaversin aka. 5 ga. 5 ga olishaversin. Plus minusi bor. 5 plus minus ekan-da. Yosh oyligiga qanaqa ekan aka yosh oyligiga? Yosh oylig aka 7 oylik qolishaveradi bo'ladi. 7 oylik. 7 oylik plus minusiga. Aka endi bularni narxini aytamiz-da. Narxi 12 dan ozgina kami bor aka. Qaydanchi boshqatdan? $12 milliondan deyishyapti degan She'rlardan ajrangiz kelmaydi-da, hammasini bir joyga olishsin. Hammasi bir qora ekan-da. Aka 12 dan necha qimmatli qilsa-chi? Qiladi. 12 100 ming xayri bor aka, 100 ming o'tib beriladi. 100 ming so'mdan kamiga xayriga telefon qilishadi, o'zlariga o'tib berasiz. Telefon qilsin biroz, o'zim cho'tka qilib pullab beraman aka. Xo'p, baraka. Barakatini bersin. Akalar, bu ekamiz kanalda yangi xudo xolasa narxi arzon qilib
chiqarib beradilar ko'ngillarga. Ular telefon qilsa, yurakka zetga odam bo'lsa, yarim puliga ham olib qo'ysana kerak bo'lsa, ko'nglingizga yoqqan odam bo'lsa, gap yo'q. 100 issiq odamga arzon qilib o'tib beriladi. Insonda yaxshilik qoladi. Yaxshilik mashmollar hammasini olishsin. Obunachilar bir yana boshqa tarafdan ko'rib qo'yasizlar. Aka bularni hammasini bir chekkaga haydangchi. Aka yana bitta gapda. Ya toji bolamiz bo'ladi-yu, hammasi bir yerga olib qo'yaman, dalaga haydab qo'yaman degan aka-ukalarimizga, tog'alarimizga. Aka hammasi bir joyga qanaqa bo'ladi? Shuni og'ilim to'ldirib boqaman degan hoji va hojonalarimizga. Hammasi aka. Hammasi bir joyga Hisobingizni chiqaring aka. Hammasi bo'lsa bir joyga qo'yig'i suyug'i 13 dan ketaveradi aka. Aka o'ylab gapiring. 13 dan ketaveradi qo'yig'i suyug'i. 100 mingdan so'rasamchi? Bir ovoz telefon qilib yaxshi gapirishni 100 ming sizga aka. Ketib. Bor aka, ammo bu aytilgan narsalar muhim emas. Aka bir ovoz telefon qilishsin. Uka shunaqa 7-iyun kuni mana shu videoda qo'yibsan deb telefon qilishsin. 100 ming so'mdan o'tib 12 ming hammasi ketadi bir joyga. Ammo aytyapsiz bu narsalar muhim emas-da, xudo xohlasa telefon qilishadi o'zlagini o'tib berasiz aka. O'tib beriladi aka, dastavkasi o'ylanishmasin. Uy bo'lsa bo'ldi. Vodiy bo'ylab besplatno, xudo xohlasa obunachilar undan tog'dan u yog'iga kelishilgan holatda yetib boradi. Yeb ichariga aka 15 kun garantiyasi bor. 15 kun. Boshqa haligilarga o'xshab 3 kun, 4 kun, bir hafta emas, 15 kun. 15 kungacha sinab olishaveradi aka. Asli yemagan mol bunaqa oyoq qo'li uzun, baquvvat bo'lmaydi akalar. Endi shu bilan videolarimizga yakun so'raymiz aka. Yakun yasalar aka. Kelasi zo'ridan qo'yamiz keyingi safarga. Xudo xohlasa obunachilar videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar, bittadan like bosib aka-ukalarga podpis qilib qo'yasizlar.